Sizlerge onda la ilahe illallahu vahidan ahadan somadan lam yattakhizhu sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O'sha duoni aytатын bo'lsa, qancha savob bo'ladi dedi? 10 marta aytqanga 40 million dedi. Demak 1 million 4 million ne bir aytqaningizga. 10 marta aytsangiz ne bo'ladi? 40 million. Demak so'ning oldida demak boshqa amallar bor, bunau savob ko'p bo'libdi. Alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuhu. Negizi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah ahadan samadan lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Kimda kim 11 ret aytsa 2 million savob yoziladi degan hadis, ol elsiz hadis, ya'ni zaif hadis. Bu hadis İmam Abdulaziz Munzuri rahimulloh at-Targ'ib va Tarhibda keltiradi. İmam Tabarani rahimulloh o'z mu'jamida bu hadisda Abi Warqa degan kisidan keltiradi. Negizi bu Abi Warqani İmam Ahmad rahimulloh, İmam Ibn Ma'in, İmam Abi Hatam, İmam Abu Zura, Ibn Hibban, Bukhari, Abi Davud, Tirmizi, Nasai, Aqili, Daraqutni barlig'i buni zaif deydi. Ya'ni bu adamdan hadis alu durust emas deydi. Ibn Asakir rahimulloh Tarix Damashqda bu hadisni keltiradi. İmam Hakim rahimulloh bu hadisni negizi Mavduat degan kitobida ahadisul mavdu'a to'qma hadislarda keltiradi. İmam Tabarani rahimulloh bu hadisni Abdullah ibn Abi Awfadan da keltiradi negizi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qala ahada ashara marratan la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah ahadan samadan lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad kataballohu lahu alf hasanatan deb keltiradi. Sonuqtan negize bu hadis zaif, bugan hadis sahih deb amal jasau durust emas. Wa alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuhu.